Gepatit B vaksinasi gepatit D dan ham himoya qiladimi? Gepatit B vaksinasi gepatit D'dan himoya qilmaydi. Sababi bu faqatgina Bni o'zigagina ta'sir qiladigan vaksina hisoblanadi. Chunki bularning farqi viruslarning yashash joyi. B viruslari DNK hujayralarda faoliyat ko'rsata oladi. D virusi RNK hujayralarda. Shuning uchun faqatgina B vaksinasi B virusiga ta'sir qila oladi. Gepatit D jigarga qanchalik xavfli ta'sir ko'rsatadi? Gepatit D o'zi virusi o'zi kuchsiz hisoblanadi. Bitta o'zi jigarga salbiy ta'siri yo'q desa ham bo'ladi. Gepatit B bor joyda gepatit Dni qo'shilishi xavfli shikastlanishga olib keladi jigar to'qimalarini. Qanchalik? Olib boradi jigar sirroziga, jigar rakiga olib kelish ehtimollari juda ham ko'p. Bu hamma bemorlarda biza birday jigari sirroz bo'lib qoladi, jigari rak bo'ladi degan holat yo'q. Lekin ba'zi bemorlarda ko'proq uchrashi ikkala virusni qo'shilishi natijasida bo'ladi. Nega gepatit D faqat gepatit B'si bor odamlarda uchraydi? Gepatit Bni mana qayta aytyapmiz, virusi kemtik hisoblanadi. Ochiq yadrosi bir qismi. Gepatit D kirgandan keyin buni ichiga kirishi, joylashishi oson bo'ladi. Shuning uchun bular ikkita hujayra deb aytdim hozir. DNK saqlovchi, RNK saqlovchi hujayraga bo'lingani uchun bular D virusi ikkala hujayraga hujum olib borishi mumkin.